Tordasa yaxshimisilar, bugun men sizlarga put tirnoqi ichiga o'sib qolishni oilada uzil-kesil davolab saqaytishning usullari haqida so'zlab beray. Yurak berib saqlab olishni unutmang. Tırnaq eriqchisi yallug'ini uzil-kesil davolab saqaytishda amaliyotda tirnoq elib etish oldin tanlash emas. Tuvandagi ikki nuqtani yaxshi ishlash eng muhim. Birinchi, yalluq qaytirib mikrob o'ldirish. Chunki tirnoq eriqchisi yallug'ida kasal paydo qiladigan bakteriya oltin uzumsimon sharchi bakteriya, tasvisimon bakteriya qatorliqlar bo'lib, yalluq qaytirib mikrobsizlantirgandala ondan yuqumlanishning kengayib ketishidan saqlanғалы bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda tirnoq tamiratkisi bo'lish ehtimolligini azaytqili bo'ladi. Ikkinchi, put tirnoqining gerivikidagi o'sishini tuzlash. Tirnoq eriqchisi yallug'iga giribdor bo'lgan kishilarning hammasida tirnoq qisib olish ahvoli bo'ladi. Put tirnoqlari go'shtga sanjilsa, yallug'ning eg'irlab qaytilinishini keltirib chiqaradi. Shunga yalluq qaytirish bakteriya o'ldirish asosida put tirnoqining o'sishini tuzash eng muhim o'rinda turadi. Yetarli materiallar: 75%lik spirit 1 botilka, 3%lik yod 1 botilka, tibobatda ishlatiladigan paxta 1 xalta. Qadam bosqichlari: avval ochiq suv yoki issiq suvga yallig'langan tirnoq bar putni 5 minutdan 10 minutgacha chilab yumshatamiz. Pokiz tirnoq olg'ich bilan go'sht ichiga o'sib qolgan tirnoqlarni elib etamiz. 3% yodni tirnoq eriqiga surkaganda kasal bo'lgan put barmoqlarining ikki tarafidagi tirnoq eriqchisini surtib, qayta qo'zg'alishning oldini olish kerak. 5 minutdan keyin yana spirt bilan yod suyuqligida pokiz yuvish, yalluq qaytirib zaharni tozalash kerak. Tibobatda ishlatiladigan paxtaga muvofiq miqdorda spirt aralashtirib, tish qo'lg'ich yoki boshqa saymonlar bilan qo'shib tirnoq eriqchisiga selish kerak. Bunday bo'lganda kasal tirnoq bilan go'shtning uchrashishining oldini oladi. Kunda almashtirib turishimiz kerak. 4-chi qadamni takrorlash, har kuni almashtirish, bardoshlik berish vaqti qancha uzun bo'lsa, tirnoq eriqchisi yallug'ining qayta qo'zg'alish ehtimolligi shuncha kichik bo'ladi. Toki go'sht ichiga o'sib qolgan tirnoqning o'sishini tuzaganga qadar, odatda 1 oydan 3 oygacha bo'ladi. Garchi davri uzun bo'lsa-mu, lekin qayta qo'zg'alishning intayin unumli oldini olg'ili bo'ladi. Eng oxirida kundalik turmushdagi bir qancha muhim ishlarni unutib qolmang. Birinchi, salomatlikni asliga keltirish mezgilida put tirnoqlarining siqilib, tirnoq ichiga qayta o'sib olishidan saqlanish kerak. Ikkinchi, putning pokiz bo'lmagan suv bilan uchrashishidan saqlanish. Asosligi ko'lchak, daryo, eriq qatorliqlar bo'lib, bu suv manbalari yallug'ini eg'irlashtirib, qayta qo'zg'alishni keltirib chiqaradi. Uchinchi, tirnoq eriqchisi yallug'iga tirnoq tamiratkisi agishib kelgan bo'lsa, darhol antibiotiklarni ishlatib davolab, sog'lom barmoqlarning ta'siriga uchrashidan saqlanish kerak.